BMWda yuradigan aka-ukalar bor, o'shalarga tashab qo'yinglar. Assalomu alaykum hammaga. Sevgi sotiladi, sevgi bo'lganda ham hali sevilmagani. BMWda 23-yilda ishlab chiqarilgan M paket mototsikli. Bu mototsikl juda ham ideal, eng juda ham full. Mototsikl uchun nima o'ylab topilgan bo'lsa, hamma funksiya bor. Traction control, launch control, ABS, takovoy ABS, hammasi, dilli kontrollargacha bor dashi. Mana mototsiklni tushunadigan odam biladi, bu mototsikl qanaqaligini. Kimda kim garajiga yaxshi mototsikl qo'shmoqchi bo'lsa, bemalol tavsiya qilamiz. Zo'r mototsikl. Kovunli diskalarda original karbon qoplangan. BMWda yuradigan aka-ukalar bor, o'shalarga tashab qo'yinglar. Sekin balki qo'shib olishar. Mototsiklga qiziqib turgani bo'lsa, 18000 probeg, juda ham ideal, hech qanaqa ishi yo'q. Hamma funksiyasi bor. Mana M paketni tablosidan ham bilib olsanglar bo'ladi. M bo'lib yonadi. M zavod qilamiz. Gulshitillarigacha original, hech qanaqa rasxod qilmaysizlar, xudo xolisa. Narxini $25000 deyaptilar. Ya'ni sunnatiga ozgina o't beradilar. Bemalol telefon qilib gaplashsanglar bo'ladi. Egalar nomerini qoldiramiz. Qolgan ma'lumotlarni telefonda beradilar. Salomat bo'linglar.